Men sessiyaga telefon olib kirdim, ikkita, bittasini o'sha olishdi, bittasini o'sha olmadim. Sessiyada hayajonlanganimda variantni noto'g'ri belgilab qo'yganman. To'g'ri? Sessiyada test yechayotganimda hayajonlanib noto'g'ri variantni belgilab qo'yganman. Uyda yaxshilab yodlaysiz, lekin darsga kelganda esingizdan chiqib qoladi. Uyda qancha shpargalka qilib kelsak ham, tepamizda ikkita ustoz qarab turadi. Sessiyadagi qiziq voqealar. Men sessiyaga kirdim, ikkita telefonim bor edi. Bittasini olib qo'yishdi, ikkinchisini bilmadim. Yigit o'ldira so'ya qamallar chiqar. Sessiya vaqtida matematikada misol yechayotgan paytimizda variantlarni yechib bo'ldim. Yechayotgan topshirishga kirganimda qarasam o'rtog'im variantni yechib qo'ygan ekanman. Sessiyadan o'tishimiz uchun Asadbek ustoz bizdan gigaga so'raldi. Hazillashdim, kestashin.